So'nggi paytlarda ko'plab yurak jarrohlarining ogohlantirishicha, oddiy yurish endi xavfsiz deb hisoblanmaydi va uning foydasi juda oshirib yuborilgan. Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz, tez charchayotgan bo'lsangiz, bogimlarda og'riq bo'lsa yoki harakatlanish qiyinlashgan bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim bo'lishi mumkin. Bugun biz mutaxassislar tomonidan tasdiqlangan, yurish o'rniga bemalol uyda bajarish mumkin bo'lgan 5 ta oddiy va mutlaqo xavfsiz harakatni ko'rib chiqamiz. Bu harakatlar qon aylanishini yaxshilaydi, yurakni mustahkamlaydi, kuch-quvvat beradi va hech qanday og'riq keltirmaydi. Agar video sizga yoqayotgan bo'lsa, iltimos, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgini bosing. Har bir obuna yangi, sifatli videolar yaratishga yordam beradi. Katta rahmat! Ko'pchilik o'zini yolg'iz his qiladi. Oyoqlarda shish, tovonlarda sovuqlik, uzoq o'tirgandan keyin tanada og'irlik. Millionlab keksalar yurish og'riq keltirsa ham, faqat yurish kerak deb o'zini majbur qiladi. Aslida esa bunday emas. Bugun aytadigan 5 ta oddiy harakat sizning hayotingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Ular yordamida 80 yoshdan keyin ham yurakni himoya qilish, miya faoliyatini saqlash va mustaqil harakatlanish mumkin. Ertaga o'zingizni butunlay boshqacha his qilishingiz mumkin. Bir alternativa, kresloda o'tirib, oyoq nasosi harakati bu yurak va tomirlar uchun eng oddiy, lekin juda kuchli mashq. Ko'pchilik buni ahmoqona deb o'ylaydi, lekin aynan shu harakat son va boldir mushaklarini ishga solib, qonni oyoqlardan yurakka qaytaradi. Boldir mushaklari ko'pincha ikkinchi yurak deb ataladi, chunki ular qonni yuqoriga surib chiqaradi. Uzoq o'tirganda qon oyoqlarda to'planib qolmasligi, shish va tromblar oldi olinadi. Qanday qilinadi? To'g'ri o'tiring, oyoqlar polga tegsin. Tovonlarni sekin ko'tarib, 1 soniya ushlab turing, keyin tushiring. Keyin barmoq uchlarini ko'tarib, tovonlarni polda qoldiring. Shu bilan bo'ldi. Kitob o'qiyotganda, televizor ko'rayotganda, ovqatlanayotganda yoki poliklinikada navbat kutayotganda ham qilaverishingiz mumkin. 78 yoshli Roman amaki, Podmoskovye, avval bir necha qadam yursa ham boshi aylanardi. Shifokor, yuring derdi, lekin u yura olmasdi. Fizioterapevt unga aynan shu nasos harakatini o'rgatdi. Roman sevimli eski filmlarni ko'rib, har soatda 20 marta qila boshladi. 2 haftadan keyin shish ketdi, kuchi qaytdi va dedi, nihoyat o'zim sog'ligim uchun biror narsa qilyapman deb his qilyapman. Muhimi tezlik emas, doimiylik. Bu harakatni hozir, shu joyingizdan boshlasangiz ham bo'ladi. 2 alternativa, devordan itarib turish. Ko'pchilik buni faqat qo'l mushaklari uchun deb o'ylaydi. Aslida esa bu yurak va qon tomirlari uchun ajoyib mashq. Polga yotish, og'irlik ko'tarish shart emas, faqat devor kerak. Nima uchun foydali? Ko'krak, orqa va nafas olish mushaklari ishlaydi. Qon aylanishi yuqori tanda yaxshilanadi, yurak osonroq ishlaydi. Yurishdan farqli o'laroq tizza, son va belga umuman yuk tushmaydi. Qanday qilinadi? Devordan yarim metr narida turing, qo'llaringizni devorga qo'ying, sekin tirsaklarni buking, ko'krak devorga yaqinlashsin, keyin sekin orqaga qayting. 8-10 marta yetarli. 82 yoshli Margarita Xola, Tulash. Shifokor, gimnastika qiling deganidan keyin oshxonada har kuni 5-6 marta devordan itarib turdi. Avval qo'rqardi, keyin aytdi, avval tanam juda keksayib qoldi deb o'ylardim. Endi tushundimki, unga faqat ruxsat kerak ekan. Bir necha takrorlashdan keyin nafas chuqurlashadi, orqa to'g'rilanadi, kayfiyat ko'tariladi. Agar hozirgacha o'qib kelyapsiz va foydali deb topyapsiz, izohlarda 2 deb yozing, iltimos. Va hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir bosing, qo'ng'iroqchani yoqing. Sizning yordamingiz bilan yana ko'p odamlarga yordam bera olamiz. 3 alternativa. Kresloda oyoqni ko'tarish. Bu harakat oyoqlardagi qon aylanishini tezda yo'lga qo'yadi, tovonlardagi sovuqlik va shishni yo'qotadi. Nima uchun kuchli? Sonning old tomoni, kvadriceps, tanadagi eng katta mushak. Uni faqat bir necha santimetr ko'tarsangiz ham ishga tushadi va qon yurakka oson ko'tarila boshlaydi. Qanday qilinadi? Mustahkam stulda to'g'ri o'tiring. Bir oyoqni to'g'ri oldinga cho'zib, poldan 10-15 sim ko'taring, 2-3 soniya ushlang, sekin tushiring. Ikkinchi oyoq bilan ham shunday. 10-15 marta har oyoqqa. Reklama paytida televizor oldida qilish mumkin. Rostovlik Georgiy amaki xotini olamdan o'tganidan keyin deyarli o'rnidan turmay qo'ygan edi.
Bir kuni reklama boshlanganda oyoq ko'tarishni boshladi. Bir necha haftadan keyin dedi, endi ozimni kutayotgan odam emas, yashayotgan odam deb his qilyapman. Bu kichik harakatlar sizga men hali ham o'z tanamni boshqara olaman degan ishonchni qaytaradi. Tort alternativa, kaftlarni siqib ochish, qon mushaklarini kuchaytirish, ko'pchilik yurak uchun faqat katta mushaklar yoki uzoq yurish kerak deb o'ylaydi. Aslida esa eng kuchli yurak himoyachisi sizning kaftingizda yashirinib yotibdi. Oddiy qo'l siqish bilan siz hech terlamaysiz, og'ir narsa ko'tarmaysiz, lekin yurakni tinchlantirasiz, qon bosimini pasaytirasiz va tomirlarni mustahkamlaydi. Nima uchun bu ilmiy jihatdan muhim? Qo'l siqilganda bilak va kaftdagi mayda arteriyalar kengayadi. Bu jarayon yurakning qonni itib chiqarishdagi yukini kamaytiradi. Ko'plab kardiologlar endi qon bosimi yuqori bo'lgan keksalarga aynan shu mashqni tavsiya qilishadi, chunki bu eng xavfsiz va samarali usul. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qo'l siqish kuchi qanchalik baland bo'lsa, umr shunchalik uzun va mustaqillik shunchalik saqlanadi. Chunki qo'l kuchi butun tana mushaklari va asab tizimining ko'zgusi. Qanday qilinadi? Yumshoq rezina topcha yoki oddiy antistress oling, bo'lmasa bosh qo'l bilan ham bo'laveradi. Sekinasta siqib 3-5 soniya ushlang, keyin bo'shating. 10-15 marta takrorlang, kuniga 3-4 marta. Siz buni deraza oldida o'tirib, telefonlashayotganda, serial ko'rayotganda ham qila olasiz. 83 yoshli Yelena opa, Sankt-Peterburg, har doim cho'ntagida kichkina sariq topcha olib yuradi. Har o'tirganimda 30 marta siqaman, uyg'onganimda yana 30 marta, deydi u. Avval yuragi gupillab urardi, endi esa tinch. Yuragim endi menga dushman emas, do'st bo'lib qoldi, dedi bir kuni kulib. Bu mashq muhimi shundaki, unda muvozanat, bel yoki oyoq kerak emas. Faqat o'tirib, o'zingizni men hali kuchliman deb eslatasiz. Agar hozirgacha o'qib kelyapsiz va foydali deb topyapsiz, izohda tort deb yozing, iltimos. Hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir bosing va qo'ng'iroqchani yoqing. Sizning yordamingiz bilan yana minglab odamlar o'z yuragini himoya qiladi. 5 alternativa. Kresloda oyoqni oldinga cho'zib ko'tarish, oldingi qismda 3 bo'lib o'tgan edi, lekin bu yerda yana chuqurroq va boshqa so'zlar bilan marafon yugurish shart emas. Ba'zida oddiy stulda o'tirib, oyoqni bir necha santimetr ko'tarishning o'zi yurakni qutqarib qoladi. Uzoq o'tirganda qon oyoqlarda to'planib qoladi, yurak esa uni yuqoriga surganda charchaydi. Natijada shish, bosim oshishi, tromb xavfi. Ammo sonning old tomoni, kvadriceps, tanadagi eng katta mushak. Uni faqat bir necha santimetr ko'tarsangiz ham, u qonni yurakka qaytarishni boshlaydi. Qanday qilinadi? Orqa to'g'ri stulda o'tiring. Bir oyoqni oldinga to'g'ri cho'zib, poldan 10-20 sim ko'taring. 3-5 soniya ushlab turing, sekin tushiring. Ikkinchi oyoq bilan ham. 10-12 marta har oyoqqa. 78 yoshli Gennadiy amaki yengil insultdan keyin shu mashqni boshlagan. Avval bema'nilik deb o'ylagan. Bir necha haftadan keyin pochta qutisigacha yurish osonlashdi, zinapoyaga chiqish yengillashdi. Eng muhimi esa, o'zimni keraksiz deb his qilmay qo'ydim. Yana o'zim uchun biror narsa qila olaman, dedi. Bu kichik harakatlar sizga shuni eslatadi. Men hali ham o'z hayotimni boshqaraman. Yakuniy so'zlar 85 yoshga kirganimda tushundimki, haqiqiy o'zgarish uchun ideal sog'liq, qimmat sport zali yoki ko'p vaqt kerak emas. Faqat bir narsa kerak, men hali ham muhimman degan ishonch. Bugungi kunda ko'p keksalarga endi sizga hech narsa kerak emas degandek munosabatda bo'lishadi. Dunyo yugurib o'tib ketayotgandek tuyuladi. Lekin har bir keksa insonning ichida hali ham hayot chog'i, kuch va donishmandlik yonib turibdi. Bu chog' faqat e'tiborni kutmoqda. Aynan shu oddiy 5 harakat, bu sizning ichingizdagi men hali bu yerdaman. Men o'z yuragim haqida qayg'uraman degan ovozingiz. Televizor oldida oyoq barmoqlarini qimirlating, kaftni siqing, devorga suyanib turing, oyoqni ko'taring. Shu kichik harakatlar bilan siz o'zingizga shunday deysiz, men taslim bo'lmayman. Men hali yashayapman. Bugun faqat bitta harakatni sinab ko'ring. Faqat bittasini. Eng osonini tanlang. O'zingiz uchun qiling. Chunki siz bunga loyiqsiz. Izohlarda o'zingiz qayerdansiz, qaysi mashqni birinchi sinab ko'rmoqchisiz, yozing.
Yoki shunchaki bir deb qo'ying, shunda bilaman, siz men bilan birgasiz. Hayot keksa yoshda ham oson emas. Yo'qotishlar bo'ladi, charchoq bo'ladi, ba'zida hammasi tugadi deb o'ylaysiz. Lekin bugun eslatib qo'ymoqchimanki, hali kech emas. Hali ham qonni yuragingizga osonroq yetkazib berish, tinchroq nafas olish, o'zingizni yaxshi his qilish imkoni bor. Bugun bitta kichik harakat qiling. Yuragingiz sizga rahmat aytadi. Video yoqdi va foydali bo'ldi deb hisoblasangiz, like bosing, obuna bo'ling, do'stlaringizga yuboring. Har bir baham ko'rish kimningdir yuragini bir oz yengil qilish demakdir. Ko'rishganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videoda yana uchrashamiz. O'zingizni asrang.